dugonalar maza qilib o'tirdi, ishoninglar. Dugona bo'lib qanaqa dugona bilan sinfdoshlarim. 1-sinfdan to 11-sinfgacha o'qigan bo'lsam, ahil bo'lgan 3 ta sinfdosh har doim ko'rishib, bir-birimiz bilan gaplashib yuramiz, bilasizlar. Maza qilib o'tirdik, to'g'risi. Gap tugamaydi, ishoninglar, gap umuman tugamaydi-da. Baribir yoshlikdagi dugonalaringiz boshqacha bo'ladi-da. Ular sizni o'sha kichkinaligingizdan biladi, pulingiz bor, yo'g'iga ham qaramagan paytida u. Bu haqiqiy dugonalar bo'ladi-da, bu haqiqiy o'rtoqlar bo'ladi. O'zingiz yo'lingizda yuring, iltimos. O'shanga mazza qilib hordiq olib chiqdim, ishoninglar. Endi ro'zani birinchi kuniga to'g'ri keldi. Endi xudo xolasa iftorlik qilaman, chaqiraman deb qoldi. Mayli. Zato uylarni borib, yo'qlab, o'zini ko'rib keldik. Anchadan beri yig'ilishmayotgandik. Mana bugunga nasib qilgan ekan, ko'rishib keldik.